Hurmatli hamkasblar, Toshkent sanoati va geologik sohasini nazorat qilish inspeksiyasi navbatdagi fuqarolar bilan ochiq onlayn muloqotini boshlaymiz. Hozir navbatdagi fuqaromiz Sizlardan navbatdalar qabul qilyapman. Eshitlayaptimi meni ovoz? İsmim Isomiddin. Neuro korxonasi marshediriman. Savolim Gornatot bo'yicha. Yer beriladi auksiondan, misol uchun 1 gektar. Kon 20 metr qazib tushgandan keyin pastki tomoni 1 gektar bo'lmay qoladi. Hammaga ma'lum. O'rtada boya ustuplar qolganining hisobiga. O'shani berilgan chegaradan chiqmaslik kerak. Chiqibroq proyekt qilsa bo'ladimi o'shani? Eng pastki gorizontda 1 gektar olib, tepadagidan proyekt konturdan chiqsa ham ozroq demoqchiman. Savol tushunarli bo'ldimi? Ha, savol tushunarli. Mana yer qari to'g'risidagi qonunda, keyin Vazirlar Mahkamasining 893-Vazirlar Mahkamasining qarorida ham berilgan konturdan chiqqan holda konni to'liq atrofotga qilib qazish uchun Gornatotda berilgan litsenziyani hududidan kengaytirib olishga ruxsat berilgan. Bu uchun loyihada ko'rsatilgan bo'lishi kerak. Konni konturi, keyin doполнительно qilinadigan qo'shimcha kontur ham ko'rsatib o'tilgan bo'lishi kerak. Uni nimasi bor? Yo'li bor. Proyektda loyihada ko'rsatib o'tilsa, ruxsat beriladi. Sotib olingan uchastkadan demak chiqsa ham bo'ladi ozroq, ha? Bo'ladi. Tushunarli. Savolim shundan iborat. Rahmat sizga.